Savol. Assalomu alaykum ustoz. Birinchi. Qazo namozlarimizni o'qimoqchi bo'lganda qanday niyat qilib o'qiymiz? Har bamdatning orqasidan qancha rakat qazo namoz o'qiy olamiz? Qazo namozni atigini bamdatdan burun peshinning, digarining namoz shamning qazosini yig'ib biraqla qilsa bo'lamdi. Ikkinchi. Qazo namoz degandan hidoyat tepishdan burun o'qiy olmagan namoz maqsad qilinamdi. Masalan, men 30 necha yoshda namoz boshlagan bo'lsam, balog'atga yetgandan tartib shu 30 nechaga kirgichi bo'lgan 10 necha yillik namozni to'liqlab, qazo namozi qilib o'qishim kerakmi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Birinchi, qazo bo'lib ketgan namozni to'liqlab o'qimoqchi bo'lganda, bamdat, peshin qaysi namoz ekanligi cho'qim dilda aniq bo'lishi kerak. Paloni kunning deb ayriy olmaydigan darajada jiq namoz bo'lsa, burun o'qiy olmagan peshin yoki digar deb niyat qilsa bo'ladi. Chunki koni qazo namozning qaysi kunning namozi degandek ma'lumotlar odatda esida qolmaydi. Bamdatning oldida, bamdatning keynida kun chiqquncha, kun nayzi bo'yi ko'tarilgandan tartib tiklashguncha va tiklashgandan tartib toki atsi kun chiqquncha xohlagancha qazo namoz o'qisa bo'ladi. Ikkinchi, siz hidoyat tepish degan so'zdan nimani ko'zda tutganingizga bog'liq. Burun kichkiningizdan boshlab kommunist yoki kafir oilada yashab, balog'atga yetgandan keyinmi kommunist yoki ateist yashagan bo'lsangiz, Andın 30 yoshda hidoyat tepib musulmon bo'lgan bo'lsangiz, dinga yangidan kirganligingiz uchun 30 yoshdan burungi namozlarning qazosini qilmaysiz. Undaq bo'lmagan ahvolda qazosini qilasiz. Chunki siz islom fitrati ustida tug'ilgandan keyin ota-onangiz sizni kafir qilib etmadi. Faqatla namozning ahamiyatini to'g'ri yetkazmagan bo'lishi mumkin. Shunga burun kafir emas, asi musulmon bo'lib, keyin qazosini qiladi deymiz. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.